kelinlarga berib yurmay. Ne o'g'il bajiya? Kelinlar bo'lmaydi. Ne kelin qildi? Men qarayman bitta savol. Kelin qiz bo'ladimi, yo'qmi? Yo'q. Kuyov o'g'il bo'ladimi, kuyov? Kuyov yaxshi. Kuyov o'g'il bo'ladi. Kuyov o'g'il bo'ladi. Lekin kelin hech qachon qiz bo'lmaydi. Nechi? Siz meni onamlarga o'xshagansiz. Barakat toping. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Qarshi sharingni tabriklaymiz. Havas qilganlar, sizlarga ham shunaqa yutuqlar nasib qilsin. Havas qilinglar. Mana Botirxon keladi deb cho'pon olib qo'yishgan ekan. Cho'ponni kiygizing, onam. Qarshi chalib qo'yinglar. Voy, ana. Ana. To'ppini ham kiygiz. Mana, yana kichkinasini olib qo'ydingmi? Sal kichkinaga o'zi sunnat to'yinda to'p shakl bu. O'ziniki shakl bu Asad. Asad dedi. Mana saniki ekan. Bo'ldi, cho'ponni to'g'illa. Ha. Onam, yarashdimi? Yarashdimi? Nima yetishmayapti? Sever bu. Nima yetishmayapti? Nima yetishmayapti? Nima yetishmayapti? Rastoy yaxshi. Yo'q, bittasi yetishmayapti. Ha, sever bu. Kelin yetishmayapti. Kelin yetishmayapti. Xo'p, o'rtoqlar, hurmatli sug'liklar, shashma. Yana bir bor hammanglarning nominglardan Salomatxon onajonimizni tabriklaymiz. Qarsanglar bo'lsin. Ramazon muborak bo'lsin. Xonadonlarda yaxshi kunlar bo'lsin. Xo'p, meni yurtim telekanal ijodkorlari hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Bo'shashmasdan bir dona mahsulot xarid qilib ham g'olib bo'lsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, xonadonlarda shunaqa chiroyli kunlar bo'lsa, biz yana kelib avtomobillarni o'z vaqtida topshiramiz. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar. Yakta bo'ldiroq falan diyor. Omad shu